Hozir 178. Вроде havo yaxshi, lekin unaqa emas. Salon 5 ko'rsatyapti. Быстрочиститель mashinani havoni tozalashni boshladi. Lekin to'g'ri, hozirgi takomillashgan mashinada bu narsa bo'lishi mumkin. Lekin o'zimizning jaydari mashinada-chi. Mana o'sha jaydari o'zimizning Gentry. Siz bilan biz farzandlarimiz nafas olayotgan bu havo hozirgi paytda iflosligini isbotlab bo'lish. Endi nima qilish kerak? Endi yechim olib kelish kerak. Biz avtomobillar uchun havo tozalagich, ko'pchilik tilida aytganda очистительlarni olib kelib qo'ydik. Okey, bu narsa qimmat turmaydi. Mashinangizga olib qo'yib foydalaning, xohlasangiz ofislaringizga qo'yib qo'ying. Bu o'zi nima bilan jihozlangan? Shuni yoqib qo'yasiz. Tegini ochsangiz, dengiz tuzi bilan filtrlangan. To есть filtr dengiz tuzi sostavidan qilingan, havoingizni tozalab turadi. Tegida kullerlari bor. Salondagi havoni tortib, mana shu filtrga yig'adi zararli havolarni. Okey, buni ishlatish oson. Shuni yoqib qo'yasiz, bu ishga tushdi. Komplektida kabellar chiqadi. Zaryadga qildirib olsangiz, mashinangizda zaryadkasi tugaguncha ishlayveradi. Ham chiroyli turadi. Okey, videomiz yoqdimi? Yoqqan bo'lsa nimaga hali ham like bosmadingiz? Bu videoni bizlarni jaydari mashina minadigan akalarga jo'natib qo'yamiz. Agar qilayotgan ishimizdan hali ham ko'nglingiz to'lmagan bo'lsa, biz ishlashda davom etamiz.